immo taqlidchi bo'lma. Taqlidchi bo'lma, birodar. Chunki birovni ko'ylagini o'zingga moslashliging aqldan emas. O'zligingni yo'qotma. Chunki birovga taqlid qilib yashashlik bu doimiy azob hisoblanadi. Boshqalarga ko'r-ko'rona taqlid qilishlikka intilma. Chunki laylakni yurishini o'xshataman deb, Allohonot o'zini yurishini yo'qotib qo'ygan. Ko'p odamlar o'zlarini boshqalarga o'xshataman deb o'zligini unutib qo'yishadi. O'zini nafsini unutadi. O'zini ovozini o'zgartiradi. Tilini burab gapiradi. Harakatlarni kimgadir o'xshatishga harakat qiladi. Qobiliyatlarini, urf-odatlarini qo'yingki, o'zini unutib, birovni kopiyasi bo'lishga harakat qiladi. Bu narsa insonga faqatgina mashaqqatni, qiylanishlikni va rohatsizlikni olib keladi. Shuning uchun birodar, Alloh qanday iqtidor bergan bo'lsa, shu bilan yasha. O'zingni boringcha qabul qilgin.